Hamkasbim Nasiba Tohir siz uchun yana ikki mavzuda lavhalar tayyorlagan. AQShda hukumat 2015-yilgacha bu jamiyatda biror bola ochlikda kun ko'rmaydi deya va'da bermoqda. Gumanitar tashkilotlar buni olqishlab, jamoatchilik e'tiborini yo'qsillikka yetaklovchi omillarga qaratyapti. Yechim va tavsiyalar taklif qilinmoqda. Gap shundaki, Amerikada har 4 boladan biri to'yib ovqatlanmaydi. Bu bolalarning ko'pi kambag'al oila farzandlari, ba'zilari to'yib ovqatlanmaydi. Bolalar kafesida ular bepul tanovul qilib har xil mazali, sifatli taomlarni tayyorlashni o'rganadi. Qarabsizki, uyida ota-onasiga dastyor. Bolalar kafesi oziq-ovqatni Vashingtondagi xayriya omboridan oladi. Bundayroq mahallalarda sifatli yangi mahsulot sotadigan do'konlarni kam uchratasiz deydi u. Chunki bunaqa do'konlar boyroq mahallalarda quriladi. Narxlari baland. Shada Greening mahallasida ham asosan o'rta hol, kambag'al oilalar yashaydi. Xayriya tashkilotlari imkon qadar ko'proq bolalarga yordam berishga harakat qilsa-da, iqtisodiy tayinlik ishning beliga tepmoqda. AQShda 2007-2008 yillarda oilalar moliyaviy jihatdan qiynalib qolgani bois, ochlik yoqasida yashovchi bolakaylar soni 34% dan oshgan. Ko'pchilik kunda loaqal 2 bor ovqat yeyishga qurbi yetmaydi. We need leaders to make this a priority. Xayriya tashkilotlari Kongressdan ochlikka qarshi tezkor chora ko'rishni talab qilyapti. Hukumat iqtisodiy tanazzulni yengib ko'proq ish o'rinlari yaratsa, muammo ham yechiladi deydi faollar. Maktablarda dam olish kunlari yoki ta'til paytlarida bepul ovqat tarqatish dasturlarini ko'paytirish taklifi yangramoqda. Prezident butun millatni oyoqqa turg'azmas ekan, bolalar orasida ochlikni tugatish haqida orzu qilmasa ham bo'ladi. Bolalar kafesida yigit-qizlar kunda loaqal 1 marta to'yib ovqatlanadi. Undan keyin uyga borib dars qilsa, ertasiga o'qishga borsa ham bo'ladi. Elizabeth Lee, Nasiba Tohir, Washington.